otamiz borida ham, otamiz yo'g'ida ham doimo bir xil holatda turgan. Doimo shu ustozimiz gapi gap, biz ustozimizga ishonamiz degan va bizni oila bilan hozir ham yonimizda turgan shogirdlaridan bittasi Sobirjon Mo'minov bo'ladi. Akajon, katta rahmat sodiqlik uchun. Rahmat sizga aka. Rahmat, omon bo'ling aka, sog' bo'ling, sog' bo'ling. Bitta qarslik sabr aka. Omon bo'linglar. Men ataylab safardan keldim, bu haligi minnat emas, bu hurmat. Ertalab soat 5 da shu Amerikadan uchib kelib ataylab safardan keldim, bu haligi minnat emas, bu hurmat. Ertalab soat 5 da shu Amerikadan uchib kelib, Xayrilla akamni to'yiga bormasam bo'lmaydi. Bu odam men nima e'lon qilsam, qadr qimmat qilib farzandlarim bilan birga borib, to'yimizni fayziga fayz qo'shib kelaman. Shuning uchun to'ylariga tashrif buyurishni Allohdan niyat qilganiga yetkazganiga hamdlar bo'lsin. Mana shu yerga kelgan barcha aziz mehmonlarimizni ham Allohim yaxshi kunlarga, xursandchilik kunlariga yetkazsin. O'g'illaringiz go'shangalarga kuyov bo'lsin, qizlaringiz kelin bo'lsin. Biz san'atkorlar doim kelib sizlarning xizmatingizda bo'laylik. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, mehmonlar. Men bugun bizlarni oilamizda hurmat qilib kelganlaringiz uchun boshimizni osmonga yetib turibdi. Hammani mana shunday yaxshi kunlarga, to'ylarga yetkazsin. Mana bugun jondan aziz Mashhur akajonim Amerikadan kelib bizga hurmat qilishar qildi. Bu kishining umrlariga umr qo'shilsin. Nevaralarini, farzandlarini orzu-havasini ko'rsin. To'ylar yomon bo'lganda faqat to'ylar qilsin. To'ylariga bitta sherik bo'laylik. Shu yerda o'tirganlarni ham to'ylariga qadamlarni qo'ying. Doim sizni xursandchiligingizdan, muvaffaqiyatlaringizdan juda xursand bo'linglar. İşlerinizi bararlı versiniz. Allah'ın doim qo'llab-quvvatlasin. Qayerda bo'lsa ham. Sizni doim yaxshi kunlarga tashlab bering. Rahmat.